Fabio Cannavaro boshchiligidagi terma jamoamiz milliy futbol markazida Jahon chempionati oldidan o'z mashg'ulotlarini boshladi va bu mashg'ulot doirasida Superligadagi boshqa klublar bilan ham yopiq uchrashuv o'tkazilishi rejalashtirilgan va bu mashg'ulotlarda faqatgina mahalliy va Eronda to'p surayotgan legionerlarimiz qo'shilishgan, boshqa legionerlarimiz esa o'z chempionatlari tugagandan so'ng mashg'ulot jarayonlariga kelib qo'shilishadi. Timoli. Bitta videoing 700-800 megabayt bo'lib ketadi. 15-20 sekund. Assalomu alaykum. Birinchi navbatda terma jamoaga chaqirilganimdan xursandman. Bu har bitta futbolchi uchun g'urur va sharaf. Bugundan mashg'ulotlarni boshladik. Bugundan tayyorgarlik boshladik. Jasur shu terma Fabio Cannavaro shu biroz oldinroq yig'ilgani uchun biroz kengaytirilgan ro'yxatni e'lon qildi. Umumiy olgan terma jamoaga chaqiruv qanchalik kutgandingiz? Yo oldinroq xabar topdingizmi shu 40 talikning ichida bo'lishingizda? Endi baribir undan oldin shu yanvarda yig'indan oldin baribir 6 yil chaqirilmagandingiz terma jamoaga. Qanday qaytish bo'ldi? Aytilmaganda shu kecha e'lon qilinganda bildim. Baribir har bitta futbolchi terma jamoaga shu uchun harakat qiladi, shu narsani kutadi. Lekin to'g'risi unchalik kutmagandim. Shu yanvar oyidagi yig'inda ham kengaytirilgan shu yig'inda ham qatnashgandingiz. Shu orasida Fabio Cannavaro bilan o'zaro suhbat o'tkazganmidingiz? Masalan, endi ko'p aytib o'tadilar, men har bir futbolchi bilan gaplashaman, hammani ko'rib chiqyapman, 55 ta futbolchini kuzatib boraman. O'ylaymanki, har bitta terma jamoaga kelgan futbolchi bilan qanaqadir suhbat bo'ladi, murabbiy bilan. O'ylaymanki, o'sha qanaqa suhbat bo'lganini aytish to'g'ri deb bilmayman. Nikolosda gaping tayinlab turibsanmi, silish qilib? Video gelmiyorsa Dur 5 günde de boşuna.